Oshxonamizga xos devor, orqada hovlichasi bor o'zini, mo'jazgina, chetdan kirib kelyapman. Ayollarimiz yoqtirgan oshxonamiz. Bismillah deb podpiska bilan like deb bosib qo'yamiz. Hammaga shunaqangi uylarimiz nasib qilsin. Mashina bozori to'g'risidan yangi hovlimiz chiqdi. Premium holatda. Hozir ichlarini ko'rib chiqamiz. Jimjit ko'chalar sokin, Qo'ling qo'limda yurak yaqin, yuraklarida armon qolmasin. ko'chalar bizni eslab qolsin. Bismillah deb xonadonimizga kirib olamiz. Hammaga shunaqangi xonadonlar nasib qilsin. Inshaalloh like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Boshqalarga ham manfaatli bo'lib, boshqalarda ham ko'rinadi inshaalloh. Kirganimizda bizni shunaqangi premium holatdagi nafis dizaynga ega hol kutib oladi. Holimiz shunaqa ko'rinishda, oxirgi Euro remont nozik did bilan qilingan xonadonimiz. Ro'parada oshxonamiz, chap qo'limizda mana zalimiz. Oxirgi Euro remont holatda qo'yishgan. Baho berasizlar. Ro'parada yana bitta katta xonamiz. Mana hop, jihozlari chiqib ketadi, jihozsiz holatda sotiladi. Pardalariga chiqib qo'yishgan. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Inshaalloh hammaga shunaqangi uylarimiz nasib qilsin. O'ng tomonda yana bitta yotoqxonamiz bor. Mana o'zini ichki sanuzeliga ega. Bu jihozlar chiqib ketadi albatta. Mana o'zini ichki sanuzeli. Juda ham zo'r holatda, bu yerda odam hali yashamagan. Mana yotoqxonasi. Hammasi dizayner asosida qilingan. Juda ham zo'r holatda turibdi. Holda ro'paramizda o'zini yana bitta sanuzeli joylashgan. Hali foydalanilmagan yangi. Bu tomonda yana bitta spalnimiz joylashgan. Bu tomon oynagidan o'zini hovlichasiga qaragan oynagi bor. Chiqqanimizda bu tomonimiz nafis dizaynga ega oshxonamiz. Aqlli kotyollar qilingan, svet, suv, gazdan muammosi yo'q. Mana o'zini tashqi hovlichasi o'zini. Uyimizni narxiga kelsak, 130 ming o'tib beramiz deyishyapti. Bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Sutiga 3 suti. O'zini tashqarida chiqilganda yozgi oshxonasi va sanuzeliga ega. Bu tomondan kirishga xoti bor, chiqishga. Uyimiz mana shu holatda turibdi. Hammaga shunaqangi uylarimiz nasib qilsin, ilohim.